Jaloliddindan uzatma. Sherzod zarba va gol! Bo'lganda, lekin birdaniga Qirg'iz Respublikasi vakillari hujumga o'tib qolishdi. Shomurodov, Eldor! Va hisob 1-17-daqiqada. Shu bizni ushlab qolyapti. Zarba beraymi, to'pni sheriklarimga uzataymi? Nihoyat Nasrullayevning to'p sochishi bosh bilan zarba 2-2 Husniddin Aliqulov. Himoyachiga to'pga qaytdi. Yaxshi imkoniyat. O'ronov, Oston O'ronov chiroyli harakatlar. Gol! Oston O'ronov hisobni 3-2 ko'rinishiga keltirmoqda. La havla va la quvvata illa billah. Allohu akbar. Qanotdan haddan tashqari ko'p hujum qilyapmiz. O Tojikpardan u pas zo'r chiqdi va yaxshi imkoniyat, gol! Abbos! Malades! Abbos boshi bilan uryapti. Kim zarba yo'llaydi? Zo'r topildi. Masharipov yuqoridan yaxshi! Gol! Kurash davom etyapti jarima maydoni ichida. Yana bir pas. Bobur hozir qayta ustiga zarba beradi o'ylagandim. Ana endi uzoq masofadan zarba va gol! Abbos! Chiqarmoqda dedik hakamlar. Normal boshlashyapti. Zarba ber. Pas. Yana pas. Xuddi shunday. Zarba. Yana Saymov. Gol! Sayfiyevdan pas bo'ladi ichkariga. Zarba yo'llaydigan futbolchi bor. O'tdi. Qaytish, comebacklar ko'p bo'ldi. Hozir endi Yana ichkariga pas bo'ladi. Mana shu yerda to'p. Gol! Do'stlar. Hozir aytayotgandim, qaytish ko'p bo'ldi. Mana shunday.